Niderlandiya madhiyasini ham tingladik. Bu yog'iga o'yin, bu yog'iga tayyorgarlik va qiziq holat. Avval bunday narsa ro'y bermagan edi. Ikkita murabbiy kelishgan holda va taklif katta ehtimol bilan Ronald Koemandan chiqqan. Mana shu uchrashuvdan so'ng bitta yopiq qisqa muddatli o'yin ham o'tkaziladi. 30 daqiqadan ikkita taym u yerda zaxira futbolchilariga o'yin amaliyoti beriladi. U uchrashuv translyatsiya qilinmaydi, muxlislar kiritilmaydi, faqatgina futbolchilar va murabbiylar unda ishtirok etishadi. Va mana shu jarayon ikkala jamoaning oxirgi tayyorgarligi bo'ladi. Niderlandiyani ham kuchli guruh kutib turibdi. O'zbekiston ular uchun ham yaxshi test va to'g'ri har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Osonroq, yengilroq o'yin, kuchsizroq raqib tanlab tayyorlanish yo'q. Ufa to'g'ri yo'l tutdi. Katta turnir, oldinda jiddiy raqiblar. Mana bu darajadagi yulduzlarga qarshi biz o'zimizni sinab olishimiz kerak. O'sha musobaqa bosimini yechib olishimiz kerak. Natija esa menimcha bu yerda juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi uchrashuvni Alisa Pennington boshqarib boradi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan ayol hakam. Sal ehtiyot bo'lib o'ynashadi futbolchilar va unga vatandoshlari yordam beradi. Uranga, Graves, Varda ishlovchi mutaxassislar ham bor, Rivero hamda Guido Gonzales. Ularga omad tilaymiz. Bugungi uchrashuvni chiroyli boshqarib berishsin, futbolchilar esa chiroyli o'ynab berishadi degan umiddamiz. Hamma maydon markaziga saflandi. Sukut saqlansa kerak. I saw the game of double critics and excited, but all for us, and they deserve the least for that. But at the end, and the momentum is still, I'm going to all that and people to Nasa. Ladies, in the last survey, Hans Nordisla passed away at the age of 77. Hans Nordisla was the team manager of the Dutch national team for 21 years, from 1996 to 2017. He was known as brave, critical, and modest. He was intended to detail and preferred to carry out his work